Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Kama Porter, Changan Samarqand Sardor avtouniversiteti albatta. Ko'rib chiqamiz. Tak, mashinamizni oldi farq qismlari kelamiz. Ikki chekka LED yonadi, o'rtada lupa bor, tumankasi bor. Mashinamizda dizaynni ko'rishingiz mumkin, ancha chiroyli ishlangan. Isuzu'ning konkurenti hozirgi kunda. Isuzu'dan arzon narxi. Narxi hamma yig'izli narxni oldin aytaman. 358 million so'm. Avtosalonda shot spravkada 0 probegda turibdi. Changan Samarqandda. Keling operator, mashinamizning eng qiziq joyi bu salon qismi. Saloni ham o'ta go'zal. O'yinlar elektronik, senter zamok, pultlari ham bor. Rul yumshoq, elektro usitr chunki ruli. Tormoz sistemamiz ABS bo'ladi. 5 talik korobka, monitorlari bor. 3 kishilik bo'ladi. Nima qulaylik bo'lsa hammasi bor. Даже mana ko'rsatishingiz mumkin, lyuklarigacha bor. Hozirgi kunda Gentra'da даже chiqmayapti lyuk, lekin bizning Kama Porterimizda lyuki bor. Hammaga qiziq buni borti. Bort uzunligi 4.60, eniga 2.10. Mashinamiz benzinda. Ertaga qishli kuni zapravkalarda muammo bo'lgan vaqtda bemalol benzin quyib, ishingizni davom etkazishingiz mumkin. Balon razmeri keladigan bo'lsa, balon ham Isuzu'niki bilan bir xil, 15 lik, oldi orqa bir xil. Eng qiziq joyi buni ramasi. Ramasi o'ta mustahkam ishlangan, baquvvat ishlangan. O'sha uchun 2 tonna 300 standart bo'lgani bilan 4 tonnagacha bexijolat yuk olishingiz mumkin. Garantiya 2 yil bo'ladi, 40 ming probeggacha. Servis xizmat hammasi bor o'zimiz avtosalonda. Zapchastdan umuman muammosi yo'q. Mashinamizning orqa qismlarini ko'rishingiz mumkin, orqalari, stoplarini ko'rishingiz mumkin. Pastda zapaskasi turadi. Agar metan qo'ymoqchi bo'lsangiz bunga, albatta metaniga ham joy bor. Xitoyliklar spesial ajratib ketganmi deb o'yladim buni. Mana metan qo'ysa bo'ladi, bu yerga bitta balon chiqadi. Mana bu yerga yana ikkita qo'ysangiz bo'ladi. Bu joyda akkumulyator turadi. O'zimizda gaz chakalarni chiroyli metanlarni ustanovka qilib beradi. Bunga metan ustanovka qilgandan keyin metanda ham benzinda ham bemalol harakatlanadi. Endi keling operator, biz adresimizni tushuntiramiz. Bu tomon Toshkentdan kelish, bu tomon Al-Buxoriy svetofori. Adresimiz Jomboyda, M39 trassi. Ko'rsatishingiz mumkin. Changan Samarqand Sardor avtouniversitetida xarid qilishingiz mumkin. Avtoda nima gap nomidan kelsangiz, albatta skidka qilib beradi. Avtosalon xodimlari pastda nomerlarni qoldiraman. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpiska qilib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.